Ailda mundaq qo'rg'i cho'p itib yeb yiqqa ta'm tilingizlam qoldi. Cho'ng kichik hammalar yoqtirib yeydi. Oziqlik qiymati intayi yuqori. Buni qanday qatdimki qaynamsi birlikda tugunayli. Avval oqshomchilab qo'ygan noqutni 20 minut atrofida pishirib elib olamiz. Yen qo'rg'i go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab elib olamiz. Ma qo'rg'i go'shtining chiroyliligida o'xshitib bir polo atkim kelib ketdi. Qo'rg'i besib atgan poloni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz bormi? Shu raqamini besib beqinglar, qanchalik do'stlarimiz amroqga birlikda ko'rib baqayli. Agar jiqaraq bo'lib qolsanglar, kelarki videorimda antay qilay. Buningdan qizilloz, ko'klozlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha sal cho'ngroq qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Ang muhimi Sinjang samsaq so'ng piyozlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab olamiz. Achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar Xiaomi'lardan 5-6 tal to'g'rab olsanglar ajoyib ochiq-chuchuk o'xshaydi ekan. Lag'man jiyisini videoda ko'rsatgan bo'yicha besib, qozon silib pishirib olamiz. Buning chaplashib qolmaslik uchun azroq shunchoq qo'yib, yaxshi ilashtirib olamiz. Qozon salcha qaraq may qo'yib, qo'rg'i go'shtini silib, maydan bir o'tkazib elib olamiz. Bunda qo'rib olgan qo'rg'i go'shti ajoyib churuk yambak yeyishga chiqdi. Onundan qozonga bek azmay qo'yib, Sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib, purqichqich qo'rib olamiz. Onundan pandirni silib qo'raymiz. Pandir ezilib suvi chiqqandan keyin cho'ng stamning qo'rdaq tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng stamning cho'ngligiga go'shtlam qo'rsangiz, salsangiz bo'ldi. Ajoyib o'xshaydi. Nambavru, qo'rdaq, pintang hammasiga o'rtaq ishlatishga mos keldi. Onundan qizartish uchun bir qo'shiq chanvag'anlar silib etamiz. Onundan nuqut ko'k burchaqlarni silib birishga qo'rib etgandan keyin zalab elib olgan qo'rg'i go'shtini silib videoda ko'rsatgan bo'yicha qo'rg'i chilashqidek suv qo'yib taxminan 20 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Ko'rib mishaykapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Hozir 60 xil darsimizni palet qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Onundan abiyatdan pishirib olgan cho'pimizni solamiz. Qizilloz, ko'klozlarni silib etamiz. Yaxshi ko'rsanglar, yubasay sevasanglar, texmi yeyishlik bo'ldi. Uyda azroq qo'noq ekandiq, unim o'g'itib silib etdim. Endi bularni bir ishkilashtirib etgandan keyin lam chiroyli taqsimimiz usub, mehmonning oldiga chiqing yoki uydagilaringiz etib bering, maqtab turib yeb ketadi. Uyg'onib oldingizmi? Qiynamiz siz etib sinab beqing. Kelarki sanni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.